xeyri. Bo'yningda pichoqlar kesib o'ldiraman. Ular kamerani yig'laysanlar. Men apol yo'qman. Hozir qochaylik sal qochaylik. To'xta. Yo'q. U yerga. Boshingni. Mana yerga o'g'irlagan sotuvchi narsalarni. Sanig'ini ham ko'rish kerak. Qancha pullar bor? Bular ichiga axir. Men o'zman. Meni tutolmaydi Negrito. Hech qanday tuta olmaydi. Hozir qayerda ekan jang qilaman. To'g'ri bazaga boramiz endi. Hozir uni yo'q qilishimiz kerak. To'xtaylar. Bu yerda qishirsiz bo'lish mumkin emas, chunki bu yerda blok kovlar bo'lmaydi. Chunki u bedrock. To'xtay. Mana nimagadir boshqacha. Men seni tutdim, yaramas. O'ldirishim kerak buni. Bu dunyoda hozir daraxt qilish kerak. Ey, bu o'lmaydan bu. Ustingdan ushlab ketaman. Men yo'qman. Negritolarga ishonch. Sotuvchi uyimiz bor. No bo'ladi. Oltin sexlanga olma. Sotuvchida bor edi u axir. Men o'zman. Altimos, menga yordam kerak. Sotuvchi ham hech narsa qilmaydi. U qishloqda bo'lsa, qishloqlar hech narsa qilishni bilmaydi, yurishni bilmaydi. Yo'q, qochish kerak. Uyimizga qochishimiz kerak. U men yashnimdan bilmaydi. Yo'q, Bertan yo'qolib ket. Yo'qoldi. Chanklarim baland qilaman. Endi bundan qochish kerak. Endi nima qilasizlar desangiz, endi o'tgan qismda men sizlarga ko'rsatganim yashirin bazam borligini. Endi faqatgina u narsa bilan o'ldirsa bo'ladi. Boshqa hech narsa. Meni hech kim tutolmaydi. Men yovuzman. U menimcha asla qilmagan. Qilmagan. Uni yashirin joyida esa faqatgina odam o'ldirgan. Nega blok qo'yib ketyapsan desangiz bor-ku, bu tezlik uchun. Tezroq borishimiz kerak. Men hech qanday yaramas tuta olmaydi. Davay qayerda? Mana mashinani buzamiz. Mana meni shuncha narsalar bor. Endi meni politsiyam tuta olmaydi. Men yo'qman. Tezroq asxalarim yetishim kerak. Men zatta oltin sexlangan olma bor. Kerak o'smanlarni so'ramiz. Sanamga. Final qismda men kachib bo'lgan meni ko'ma. Demoqchi edim.
Mana asa qildik. Alo. Alo. Alo do'stim. Do'stim, alo. Ha. Sen bo'yamangni qaysi o'yinda umarib ketdi va men aqlli qochdim va do'konchini o'yindan umarib va oltin sexlangan olma oldim va chirikdan turib narislarini umarib yeridachiga kirib ketdi va topib oldi. Endigina bilib qo'yib yashirinmoqchi edi. Ko'rasan qanday politsiyani uxlatdim, politsiya mendan qochib ketdi. Eshityapsanmi bu gaplarimda? Ha, eshityapman. Yaxshi do'stlar, u menga nima qilayotgani haqida ham aytdi. Bu kuchli asaqalar bilan meni hech kim to'xtata olmaydi. Ya o'zi bilmadim. Bu hali ko'rinib ketdimi nima? Kim? O'sha negrettomi? Men seni ko'rdim. Nima? Men aql qanday bilmayman. Ba'zilarda qanday Do'stlar, bu mening ba'zimni bilmaydi. To'xtab tur, shoshmay tur sen. Obunachilar uzr qiya, lekin meni oltin sexlangan olma olishim esimdan chiqib Ya ketdi. nima bo'ldi ba'zi bu? Ya endi men ba'zilar Bana qo'yat, biz uni o'ldirdik do'stlar. Obunachilar bu final qismi edi. Final qismida biz yutdik. Iltimos kanalga obuna bo'ling. Bo'ldi, endi hech qachon biz o'ynamaymiz buni. nega? Obunachilar, biz buni to'xtata oldik. Ya qanqa tutmoqchimisan nima? Hech qachon. Hozir lekin juda ham sal qoldi. Men oltin sehrlangan olma olish esimdan chiqibdi. Hozir men uxlayman. Videomiz nihoyasiga yetdi va hammaga